Speakingdan 8 band skorni qo'lga kiritish uchun maxsus dars. Advanced Grammar darsini tushuntirib beraman hozir qisqacha qilib va bundan yaxshiroq tushuntirilgan darslarni qo'lga kiritish uchun siz kommentariyada grammar dars deb qoldirsangiz sizga Advanced Grammar darslarimizni bepulga ulashamiz. Bu darsimiz bizda inversion deb ataladi. Gaplarni ko'rinishi savol ko'rinishida, lekin ma'nosi direct ko'rinishdagi gaplarga inversion grammarlar deyiladi va Advanced Grammar hisoblanib, speakingdan 8 olishingizga yordam beradigan grammatika hisoblanadi. Ulardan bittasi only by grammatikasi. Misol uchun only by studying hard can you achieve your desired score desak, can you achieve your desired score bo'lyapti gapning strukturasida. Aslida you can achieve your desired score bo'lishi kerak edi. Endi mana shu joyda qarasangiz, direct gapdan so'roq ko'rinishga o'tyapti, lekin ma'nosi direct ma'noni berayotgan grammatika hisoblanadi. Va bu grammatikani o'rganish juda ham oson. Only by doing something can you do something else deb berishingiz mumkin grammatikani, ya'ni strukturasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni Word faylda strukturalar bilan maydalab tushuntirilgan grammar darslarimiz bor. Bu darslarni qo'lga kiritish uchun boya aytganimdek grammar dars deb kommentariyada yozib qoldiring. Sizga mana shu darslarni tashlab beraman.